bo'lgan 3 kishini Alloh subhanahu va taolo bir imtihon qildi, sinadi. Bir farishtani yubordi. Bu 3 kishini biri pes edi. Terisi shunday bir xunuk edi. Rangi o'zgargan, shakli ham chiroyli emas edi, juda faqir edi. Ikkinchi kishi kal edi. Nohayot uni ham shakli bir xunuk ko'rinishda, sochi yo'q, faqir edi. Uchinchisi ikki ko'zi ko'r kishi edi. Ikki ko'zi ko'r hamda bu ham faqir edi. Alloh subhanahu va taolo mana shu qissada siz bilan bizga juda bir katta ibratlarni beradi. Mana inshaalloh mana shu hadisga hamohang bo'lgan ma'no jihatidan Qur'ondagi bir qancha qissalarda keltirib o'tamiz. Avvalgi o'tgan qavmlarning holidan xabardor bo'lamiz va o'zimizga bir xulosa chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir hayotda odamlarni ko'rib qolamiz. Hayotining bir ma'lum bir muddatida bir faqirona hayot kechirgan bo'ladi.